Obunachilarimiz orasida xuddi shu shaftolini ko'chatda ekmoqchi bo'lganlar bittadan laykni bosib qo'yamiz. Shaftolining holatini qaranglar, moyli shaftoli bo'ladi. Juda ko'p klientlarimiz so'ragan. Ishonchli ko'chatlarni yetkazib beramiz. Videoga bittadan layk bosib, pastda nomerlar qoldiryapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar. Yotib turib, bolalar bilan ahil bo'lib, zo'r bo'lib, mana bitirdi. Biz sizdan xursandmiz. Xudoga shukr, mana mana kunlarga keldingiz. Mana ketyapsiz. Siz ham xursand bo'lib keting. Bizga bergan pullaringizdan rozi bo'ling. Biz o'qitgan, sarflagan narsalarimizdan rozimiz. Xudo xolasa, avvalo Xudoyim yo'lingizni ochsin. Bundan bag'iga ham shu biz beradigan mana shu guvohnoma sizni yo'lingizni ochsin. Yo'lingizni ochadigan narsa shu. Haqiqatda o'qidi, haqiqatda o'qitirdi deb turib, mana menga qo'lingizni qo'yib berasiz. Menga mana hozir qo'ying. Shu bilan lekin udostreniyingizni, men guvohnomangizni beraman. Guvohnoma sizga o'sha yo'l ochsin. Sog' salomat bo'ling, tinch omon bo'ling. Uyingizga salomat yetib oling, telefonlashib turing, aloqadamiz. Aloqani uzmang. Bo'ptimi? O'qiydigan bolalar bo'lsa, sharoit to'g'ri aytib. To'g'ri qanaqa sharoit bo'lsa, shuni aytsangiz, o'zi odam keladi bizga. Mana qulluq bo'lsin. Ilohim men, ot Parvardigor Xudoyim, o'zingning guvohligingda bu bola mana doim mana shu kunlarda uzoqdan musofirchilikdan kelib o'qib bitirdi. Bu bolani yo'llarini o'zing ochgin. Allohim o'zing qo'llab-quvvatlagin. Bu bola borib Jaloliddin xatga borib ishlayman desa yo'llari ochiq bo'lsin. Yo'llarini ochgin. İşlerini rivojini bergin, sog' salomat qilgin, uylariga yaxshi yetib olsin. O'shalarda ishlab, o'sha tomonlarda ishlarni qilib, pullarni topib, to'ylarni qilib, mashinalarni olib, dadalariga mindirib, uylarni solib, to'ylarni qilganda bizni ham nasib qilsa, o'sha borib to'yga aytsa, borib o'tirishlar, xursandchiliklarga sherik bo'lishlar nasib qilsin. Allohim kim mana shu yerda turganlarimizni shu bolani qatorida nima yaxshi niyatlar qilayotgan bo'lsa, o'sha niyatlariga yetishlariga o'zing madadkor bo'lgan. Allohu akbar. Sog' bo'ling, qulluq bo'lsin. Cho'ling. Yotib turib, bolalar bilan ahil bo'lib, zo'r bo'lib, mana bitirdi. Biz sizdan xursandmiz. Xudoga shukr, mana mana shu kunlarga keldingiz. Mana ketyapsiz. Siz ham xursand bo'lib keting. Bizga bergan pullaringizdan rozi bo'ling. Biz o'qitgan, sarflagan narsalarimizdan rozimiz. Xudo